Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Eng yovuz dushmanlar. Ko'pincha eng qadrdon insonlarimiz qiyofasida yashirinadi. Ular bizni mehr bilan quchoqlagan qo'llari orqali pinhona yuragimizga xanjar sanchishadi. Bu hikoya ham xuddi shunday. Sadoqat va ishonchning eng tuban tarzda toptalishi. Insoniylik qiyofasining butunlay yo'qotilishi haqida. Poytaxtning eng nufuzli, viqorli mahallalardan birida joylashgan 2 qavatli hashamatli hovlida hayot bir maromda sokin oqardi. Tashqaridan qaragan har qanday inson bu xonadonni namunali va baxtli oilaning mukammal timsoli deb o'ylardi. Oila boshlig'i olamdan o'tgan bo'lsa-da, uning bevasi 59 yoshli Malika xonim uyni gullatib, saroydek yasatib o'tirardi. Malika xonim yoshiga nisbatan hayratlanarli darajada yosh ko'rinadigan, o'ziga o'ta oro beradigan, qomati va husni hali o'z jozibasini zarracha ham yo'qotmagan o'ta mag'rur ayol edi. Uning yuzidagi nozik ajinlar ham unga qandaydir o'zgacha salobat va sirlilik bag'ishlardi. Malika xonimning yagona qizi 30 yoshli Shahnoza, onasining erkatoyi, hayotning shafqatsiz yuzini ko'rmagan, sodda va farishta sifat ayol edi. U o'zining mehribon eriga va dunyodagi eng yaqin insoni hisoblagan onasiga ko'r-ko'rona ishonardi. Shahnozaning turmush o'rtog'i 37 yoshli Doniyor esa doim sport bilan shug'ullanadigan, kelishgan, o'zining yirik biznesiga ega bo'lgan muvaffaqiyatli va atrofdagilar havas qiladigan erkak edi. Doniyor va Shahnoza 5 yildan beri turmush qurishgan, lekin hamon farzand ko'rishmagan edi. Bu og'ir muammo Shahnozani ich-ichidan ezar, vujudini kemirar. Doniyor esa buni unga bildirmaslikka, uni ovutishga harakat qilardi. Ular qulaylik va mehr bahonasida Malika xonimning ulkan hovlisida birga yashashardi. Malika xonim doim: "Qizimni yolg'izlatmayman, kuyovimni o'z o'g'limdek ko'raman" deb ularni o'z bag'riga olgandi. Biroq bu o'z o'g'limdek degan jumlalar ortida hech kim, hatto Malika xonimning o'zi ham tan olishga qo'rqadigan o'ta xavfli va qop-qora bir hissiyot, mudhish ishtiyoq yashirin edi. Kuz oqshomlaridan biri edi. Yomg'ir shivalab yog'ayotgan. Hovlidagi to'kilgan xazonlar namlanib, atrofga o'zgacha kuz hidi taratayotgan payt Shahnoza ishdan qattiq charchab kelgan, bosh og'rig'idan shikoyat qilib erta uxlashga yotgandi. Doniyor esa mehmonxonada notebookda o'zining tugallanmagan ishlarini yakunlayotgandi. Malika xonim oshxonada xushbo'y choy damladi. U egniga to'q qizil rangli, qimmatbaho ipak xalat kiygan bo'lib, bu xalat uning oppoq tanasini va hali ham tarang qomatini yanada ehtirosli qilib ko'rsatardi. U 2 piyola choy olib mehmonxonaga kirdi. "Doniyorjon, charchamadingizmi?" dedi u o'ta muloyim va mayin ovozda piyolani stolga qo'yar ekan. Doniyor notebookdan boshini ko'tardi. Qaynonasining bu ko'rinishi, yelkalariga yoyilgan qora sochlari, yengil va mast qiluvchi atir hidi, ochiqroq yoqasi uni biroz dovdiratib qo'ydi. Lekin u buni mutlaqo sezdirmaslikka urindi. "Rahmat oyijon, ozgina ishim qoldi. Shahnoza uxladimi?" deb so'radi u nigohini qochirib. "Ha, bechora qizim. Bosh og'rig'i qiynab yubordi. Dorisini ichib yotdi", dedi Malika xonim va divanning narigi chetiga, Doniyorga yaqinroq o'tirdi. Orada masofa bor edi, lekin havoda ko'rinmas elektr uchqunlari sachrayotgandek tuyulardi. "Sizga ham qiyin bolam", dedi Malika xonim ovozi sinib. "Yoshsiz, kuchga to'lgansiz. Shahnoza esa, u juda nozik. Ba'zan sizni uning injiqliklaridan charchayotganingizni sezaman." Doniyor ko'zoynagini yechib, charchagan ko'zlarini ishqaladi. "Hammasi joyida oyijon. Men Shahnozani sevaman. Bilaman", dedi Malika xonim biroz yaqinlashib. "Lekin erkak kishiga mehr va e'tibor kerak.
Ayol kishining issiq harorati kerak. Shahnoza ba'zan buni unutib qo'yadi. Doniyor qaynonasining ko'zlariga qaradi. Bu ko'zlarda onalik mehri emas, balki yovvoyi ayollik ishtiyoqi. Shahvat yonardi. Doniyor bu g'alati nigohni avval ham ko'rgan edi. Nonushta paytida tasodifan qo'llari tegib ketganda, yoki u ishdan qaytganda Malika xonimning uni kutib olishdagi o'zgacha hayajonida. Lekin u bu iflos fikrlarni darhol miyasidan haydardi. Axir bu ulkan gunoh. Bu uning sevimli xotinining onasi. 2 barobar taqiqning buzilishi edi. Oradan bir hafta o'tdi. Shahnoza dugonalari bilan toqqa dam olishga ketdi. Biroz chalg'sam, balki asablarim davolanishim osonroq kechar degan umidda. Doniyor ishlari ko'pligi sababli poytaxtda qoldi. Malika xonim ham uyda edi. Kechki payt Doniyor ishdan qaytdi. Uy suvdek tinch. Faqat oshxonadan juda mazali taom hidi taralardi. Malika xonim bu oqshom uchun o'zgacha puxta tayyorgarlik ko'rgandi. U sochlarini go'zallik salonida turmaklatgan. Yuziga yengil va jozibali pardoz bergan va qora rangli, tizzasidan biroz tushib turadigan ipak ko'ylak kiygandi. "Keling bolam, qorningiz ochgandir", dedi u shahvoniy jilmayib. Ular kechki ovqatni birga tanovul qilishdi. Suhbat dastlab oddiy mavzularda, biznes va ob-havo haqida bordi. Lekin asta-sekin Malika xonim mavzuni o'zgartira boshladi. "Doniyor", dedi u qizil vino qadahini barmoqlari orasida aylantirib. "Siz baxtlimisiz? Nega so'rayapsiz?" deb hayron bo'ldi Doniyor. "Chunki ko'zlaringizda chuqur mung bor. Men ham bu yolg'izlikdan juda charchadim. Erim o'lganiga 10 yil bo'ldi. Men hali ham ayolman Doniyor. Qoni qaynayotgan tirik ayolman." Doniyor og'ir yutindi. Vino ta'siridami yoki o'zining yashirin ehtiyojlarimi? Uning ham irodasi susaya boshladi. Qarshida o'tirgan ayol 59 yoshda bo'lishiga qaramay, 30 yoshli ko'plab ayollardan ko'ra jozibaliroq va xavfliroq ko'rinardi. Uning hayotiy tajribasi, o'zini tutishi, sirli va chaqiruvchi nigohlari Doniyorni sehrdek o'ziga tortardi. Ovqatdan so'ng Doniyor idishlarni yig'ishtirishga yordamlashmoqchi bo'ldi. Ular bir vaqtning o'zida bitta likopchaga qo'l uzatishdi. Barmoqlar to'qnashdi. Malika xonim qo'lini tortmadi. Aksincha Doniyorning qo'lini qattiqroq siqdi. "Oyijon", dedi Doniyor bo'g'iq ovozda. Ehtiros va qo'rquv aralash. "Malika deng", deb pichirladi ayol. "Bugun onangiz emasman. Shunchaki sizni istayotgan ayolman." Malika xonim sekin qadam tashlab Doniyorga yaqinlashdi. Uning keng ko'kragiga boshini qo'ydi. Doniyor uning sochlaridan kelayotgan aqldan ozdiruvchi xushbo'y hidni tuydi. Bu hid uning qolgan qutgan aqlini tumanlashtirdi. "Bu noto'g'ri", dedi Doniyor titrab. Lekin o'zi ham beixtiyor Malika xonimning ingichka belidan quchdi. "Nima to'g'ri? Nima noto'g'ri? Buni faqat biz hal qilamiz", dedi Malika xonim boshini ko'tarib. Doniyorning yongan ko'zlariga tikilib. "Bir kecha, faqat bir kecha o'zimiz uchun, o'z rohatimiz uchun yashaylik. Hech kim bilmaydi." Shu la'nati tunda gunoh va insoniylik chegarasi butunlay buzildi. Doniyor o'zini to'xtata olmadi. Malika xonimning yotoqxonasida, devorda o'z qizi Shahnozaning suratlari osilgan xonada. Ular xiyonatning eng achchiq va shu bilan birga iflos ta'mini totishdi. Bu tun Doniyor uchun sharmandali kashfiyot bo'ldi. Malika xonim yosh qizlardek tortinchoq emas, balki ehtirosli, talabchan va tajribali ayol edi. U Doniyorga farishta sifat Shahnoza bera olmagan yoki berishni bilmagan yovvoyi hissiyotlarni berdi. Ertalab Doniyor uyg'onganida vijdon azobi uni bo'g'a boshladi. U nima qilib qo'ydi? Qaynonasi bilan, o'z xotinining tuqqan onasi bilan yotdi. Lekin Malika xonim o'ta xotirjam va beparvo edi. U xuddi hech narsa bo'lmagandek oshxonada nonushta tayyorlab Doniyorni kutib turardi. "Choyingiz sovimasin Doniyor",
dedi u odatdagidek muloyimlik bilan. Faqat ko'zlarida endi g'oliblik va sirli sherikchilik uchquni chaqnardi. Tez orada Shahnoza toqdan qaytib keldi. U juda xursand. Ruhiyati dam olgan edi. Doniyor aka, oyijon, men sizlarni shunchalik sog'indimki, deb u ochiq ko'ngillik bilan ikkalasini qattiq quchoqladi. Doniyor xotinining toza ko'zlariga qaray olmasdi. Malika xonim esa o'z qizini bag'riga bosib, yuzidan mehr bilan o'pdi. Biz ham seni sog'indik qizim. Sensiz uyimiz huvillab qoldi. Bu soxta so'zlar Doniyorning etini junjiktirib yubordi. Qaynonasining bu darajada sovuqqon, vijdonsiz aktrisa ekanligini u hech qachon bilmasdi. Kunlar o'tib bu faqat bir kechalik xato deb o'ylangan voqea mudhish tizimga aylanib takrorlana boshladi. Bu endi qandaydir jismoniy ehtiyojga aylandi. Har safar Shahnoza uxlab qolganda yoki do'konga ketganda Doniyor va Malika xonim yashirincha uchrashardi. Oshxonada, yer to'lada, hatto Shahnoza uyning narigi xonasida bo'lgan paytlarda ham ko'z urishtirishlar, yashirin va iflos teginishlar davom etardi. Doniyor o'zini qopqonga tushgan hayvondek his qilardi. U Malika xonimni mutlaqo sevmasdi, lekin uning shahvatiga bog'lanib qolgandi. Malika xonim esa bu haram munosabatlarini usta mohirlik bilan boshqarardi. U Doniyorni o'ziga to'liq tobe qilib olish uchun turli psixologik usullarni qo'llardi. Goh yovvoyi mehr ko'rsatib, goh yosh qizdek rashk qildirib, goh uning erkaklik g'ururini toptab ezardi. Eng yomoni, Shahnoza hech narsani zarracha ham sezmasdi. U onasini va erini dunyodagi eng toza, eng yaqin insonlari deb bilardi. Uning bu mo'min soddaligi Doniyorni battar azoblar, ichini o'yardi. Qishning sovuq kunlari keldi. Bir kuni Shahnoza qattiq gripp bo'lib qoldi. Uning isitmasi 40 darajaga ko'tarilib, o'rnidan umuman tura olmasdi. Doniyor dorixonadan dori-darmon olib keldi. Malika xonim xuddi mehribon onadek qiziga g'amxo'rlik qildi. Kechasi soat tungi 1 atrofida Doniyor chanqab suv ichish uchun pastga tushdi. U oshxonada qadahga suv quyib ichib turganida orqasidan kimdir kelib uni qattiq quchoqladi. Bu o'sha yalmog'iz Malika xonim edi. Sog'indim, deb pichirladi u ehtiros bilan. Oyijon, bu yerda emas. Jinnimisiz? Shahnoza uyg'onib qolishi mumkin, dedi Doniyor qo'rqib. U dori ichgan, o'likdek uxlab yotibdi. Qo'rqmang qo'rqoq. Malika xonim Doniyorning qo'lidan ushlab mehmonxonadagi divanga yetakladi. Yo'q, xonangizga chiqamiz, dedi Doniyor oshxonada o'zini noqulay his qilib. Ular Malika xonimning yotoqxonasiga kirishdi. Oradan yarim soat o'tgach, dahlizda og'ir va holsiz qadam tovushlari eshitildi. Doniyor va Malika xonimning nafasi ichiga tushib qotib qolishdi. "Suv!" degan zaif va ingragan ovoz eshitildi. Bu kasal Shahnoza edi. U baland isitmasi tufayli chanqab uyg'ongan va suv izlab chiqqandi. Doniyor dahlizga qarab shosha-pisha kiyimlarini kiya boshladi. Malika xonim esa shoyi xalatini yelkalariga tashlab eshikni qiya ochdi. Shahnoza dahlizda sovuq devorga suyanib turardi. Uning ko'zlari qizargan, rangi dokadek oqargan edi. "Oyi, siz uyg'oqmisiz?" dedi u xirillab, tomog'i qurib. "Menga suv bering." Malika xonim darhol o'zining soxta roliga kirdi. "Hozir qizim, hozir aylanay. Men ham Doniyorni chaqirmoqchi bo'lib turgandim. Senga yana dori kerakmikin deb." "Doniyor, chiqing. Shahnozaga suv bering." Doniyor xonadan qaltirab chiqib keldi. Uning yuragi ko'kragidan yorilib chiqayozgandi. Shoshilinchda egnidagi futbolkasini teskari kiyib olgan edi. Shahnoza charchagan ko'zlari bilan eriga va onasiga qaradi. Uning isitmalayotgan miyasi vaziyatni to'liq tahlil qila olmasdi. "Nega? Nega ikkingiz bu yerdasiz?" so'radi u holsizlanib. Malika xonim zarracha ikkilanmay javob berdi. "Tush ko'rdingmi deyman.
Alahsirading qizim. Baqirding. Doniyor ikkimiz ovozingni eshitib qo'rqib yugurib chiqdik. Men Doniyorni tez yordamga yubormoqchi bo'lib turgandim. Doniyor qaynonasining bu darajada shaytoniy topqirligiga tan berdi. Lekin ich-ichidan o'zidan ham, undan ham jirkanib ketdi. "Ha Shahnoza, yur xonamizga olib kiraman", dedi Doniyor xotinini dast ko'tarib. Shahnoza erining keng bag'rida holsizlanib, yana chuqur uyquga ketdi. Lekin ko'zlari yumilishidan bir soniya oldin uning nigohi Doniyorning bo'ynidagi kichkina to'q qizil dog'ga tushdi. Bu Malika xonimning o'chmas lab bo'yog'i izi edi. Shahnoza o'sha paytda holsizlikdan hech narsa demadi. Lekin bu qizil dog' uning tushiga kirib chiqdi va qalbida shubhaning mudhish urug'ini ekdi. Ertasi kuni Shahnoza o'zini biroz yaxshi his qildi. Lekin kechasi ko'rgan manzarasi, onasining xonasidan erining kalovlanib chiqib kelishi, teskari kiyilgan futbolka va bo'ynidagi qizil dog' unga sanchiqdek tinchlik bermasdi. Balki isitmada ko'zimga shunday ko'ringandir deb o'zini ovutmoqchi bo'ldi. Ammo ayol sezgisi hech qachon aldamaydigan yovvoyi instinkt edi. Nonushta paytida u onasi va erining har bir harakatini zimdan kuzata boshladi. Malika xonim Doniyorga issiq choy quyib uzatayotganda uning barmoqlari ataylab erining qo'liga sirpanib tegib ketdi. Bu shunchaki tasodifiy teginish emas, balki sharmandali erkalashga o'xshardi. Doniyor esa jinoyatchidek ko'zini olib qochdi. Shahnoza o'zini qo'lga oldi. "Doniyor aka, bo'yningizda nima bor?" deb so'radi u to'satdan sovuq ohangda. Doniyor cho'chib tushdi va xavotir bilan qo'li bilan bo'ynini yopdi. "Qayerda?" "Hech narsa yo'q-ku. Ishda tirnalgan bo'lsa kerak. Kecha qandaydir qizil dog' ko'rgandek bo'lgandim", dedi Shahnoza sekin, pichoqdek keskir ovozda. Malika xonim darhol oraga tushdi. "Isitmada nimalar ko'rinmaydi deysan qizim? Kecha sening harorating 39 edi. Hatto meni ham tanimading-ku." Shahnoza boshqa indamadi. Lekin endi uning ko'zlaridagi ishonch pardasi yirtilgandi. U endi ko'r emasdi. O'sha kuni Doniyor ishga ketgandan keyin u onasining telefonini yashirincha tekshirib ko'rishga qat'iy qaror qildi. Malika xonim telefonini hammomga kirayotganda dahlizdagi stol ustida unutib qoldirgandi. Shahnoza muzdek titroq qo'llari bilan telefonni oldi. Parolni bilardi. Onasi undan hech narsa yashirmasdi. Telegramga kirdi. Doniyor bilan yozishmalar. Ko'pchiligi oddiy. "Non oling. Kech qolasizmi" kabi so'zlar. Lekin arxivlangan maxfiy xabarlar papkasida bitta raqamsiz chat bor edi. Shahnoza arxivni ochdi va butun dunyo uning ko'z o'ngida parchalanib ketdi. "Doniyor, bugun kechasi soat 1da. Kutolmayapman. Malika xonim. Jinnivoyim. Sabr qiling. Qizingiz uxlasin. Doniyor, sizni sevaman. Siz boshqachasiz." Va oxirgi mudhish xabar. "Kecha tunda sal qoldi tutilardik. Ehtiyot bo'ling jonim. Keyingi safar kiyimingizni to'g'ri kiying." Shahnozaning barmoqlari qotib qoldi. Telefonni tushirib yuborishiga bir bahya qoldi. Uning o'z onasi, uning qon qarindoshi, uning ishongan tog'i bo'lgan eri. Ular yillar davomida uning orqasidan pichoq urishibdi. Eng yaqin ikki insoni uni axlatga tenglashtiribdi. Shahnoza baqirmadi, yig'lamadi. U dahshatdan tom ma'noda muzlikka, toshga aylandi. Uning ichida nimadir chinqirib sindi. Va bu singan narsa uning farishtadek ruhi edi. U telefonni joyiga sekin qo'ydi. Hammomdan suv ovozi eshitilardi. Onasi u yerda xuddi hech narsa bo'lmagandek xotirjam cho'milyapti. Shahnoza o'z xonasiga kirdi va yuzini yostiqqa bosib ovozsiz, butun vujudi bilan faryod qildi. Endi u nima qiladi? Janjal ko'tarsinmi? Uydan ketib qolsinmi? Yo'q. Bu o'ta oddiy va oson bo'lardi. Ular uni yillar davomida ahmoq qilishdi. Ular uning muqaddas hayotini iflos o'yinchoq qilishdi.
Shahnoza yuzidagi ko'z yoshlarini artdi. Oynaga qaradi. Uning ko'zlarida endi mo'minlik va soddalik emas, balki sovuq, jallodona nafrat olovi bor edi. Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman, deb pichirladi u oynadagi g'azabnok aksiga qarab. Bu iflos o'yinni sizlar boshladingiz, lekin men tugataman. O'sha mash'um kashfiyotdan so'ng Shahnoza tuni bilan mijja qoqmay chiqdi. Ko'zguga qarab o'zgarishini qabul qildi. Ertalab u yuziga sovuq suv sepib, yangi niqobini kiydi. Bu itoatkor qiz va mehribon xotin niqobi edi. U oshxonaga tushganda Malika xonim va Doniyor allaqachon stolda o'tirishardi. Ularning orasidagi shivirlashib gaplashish Shahnoza kirishi bilan pichoq kesgandek to'xtadi. "Xayrli tong", dedi Shahnoza ochiq chehra bilan. Ovozi bir maromda edi, zarracha titramasdi. "Xayrli tong qizim. Tuzalib qoldingmi?" so'radi Malika xonim sinovchan va makkor nigoh bilan. "Ha oyijon, kechagi g'amxo'rligingiz uchun ming rahmat. Siz va Doniyor akam bo'lmaganingizda men nima qilardim?" Shahnoza erining yoniga borib, uning yelkasidan quchdi va yuzidan sekin o'pdi. Doniyor biroz seskanib tushdi, xuddi unga elektr toki tekkandek. "Doniyor aka, bugun ishdan vaqtliroq keling. Sizga syurprizim bor", dedi Shahnoza shodon ohangda. Lekin ko'zlari Doniyorning ko'zlariga shunday sanchildiki, erkakning ichidagi qo'rquvni asirga oldi. Malika xonimning qalin qoshlari chimirildi. "Qanaqa syurpriz ekan u?" deb so'radi u qizg'anish va hasad aralash. "Bu sir oyijon. Faqat va faqat erimga atalgan sir", deb jarangdor kuldi Shahnoza. Bu gap Malika xonimga og'ir botdi. U Doniyorning faqat unga tegishli bo'lishini, uning o'yinchog'i bo'lishini xohlardi. Shahnoza esa onasining nozik nuqtasini topib, ataylab g'ashiga tegishni boshlagandi. U endi xiyonatkorlarning har bir nigohini, har bir nafasini shafqatsizlarcha tahlil qilardi. Doniyor ishga ketgach, Malika xonim uyda yolg'iz qolishni mutlaqo xohlamadi. Uning qora ichini g'alati xavotir va rashk kemirardi. Shahnoza qandaydir o'zgargandek tuyuldi. Lekin nima o'zgarganini uning tor aqli tushunib yetmasdi. Malika xonim darhol Doniyorga xabar yozdi. "Bugun tushlikka kel. Shahnoza dugonasinikiga ketadi." Bu sof yolg'on edi. Shahnoza hech qayerga ketmoqchi emasdi. Malika xonim shunchaki o'z xushtorini ko'rgisi kelardi. Doniyor qisqa javob yozdi. "Bora olmayman. Ishim juda ko'p. Kechqurun gaplashamiz." Malika xonim jahl bilan telefonni divanga uloqtirdi. U o'zini keraksiz matohdek, xo'rlangandek his qildi. Yosh xotini tuzalgandan keyin menga ehtiyoji qolmadimi bu ablahning, deb o'yladi u alami kelib. U qaddini rostlab oynaga qaradi. Ajinlar, bo'yni ostidagi mayda burishgan chiziqlar. Yoshlik qaytmas bo'lib o'tib ketayotgandi. Shahnoza esa yosh, tarang, gullagan go'zal. Malika xonim o'zining tuqqan qiziga nisbatan mudhish hasad qila boshladi. O'z qoniga bu yovuz tuyg'u uni insoniylikdan chiqarib, yirtqichga aylantirayotgandi. Shu payt Shahnoza xonasidan kiyinib chiqdi. "Oyi, men do'konga borib kelaman. Kechki ovqatga manti qilmoqchiman. Doniyor akam juda yaxshi ko'radilar. Mayli, borib kel", dedi Malika xonim sovuqqonlik bilan. "Lekin eringni ko'p erkalatma. Erkak kishini ko'p erkalasa darrov boshga chiqib oladi." Shahnoza onasiga o'ta ma'noli qaradi. "To'g'ri aytasiz oyi. Boshga chiqishiga mutlaqo yo'l qo'ymaslik kerak. Ayniqsa yoshi katta begona ayollarning." Bu gap qandaydir tasodifdek aytilgan bo'lsa-da, Malika xonimning yuragiga zaharlangan o'qdek qadaldi. "Nima demoqchisan o'zingcha?" so'radi u keskin. "Hech narsa oyi. Shunchaki kecha serialda ko'rdim. Erkaklar xiyonat qilsa, aybi o'zida emas, o'sha yengiltak ayolda bo'larmish", deb Shahnoza beparvo kulib eshikdan chiqib ketdi. Malika xonim joyida haykaldek qotib qoldi. Nahotki u biladi? Yo'q.
Bilganda sochlarimni yulib janjal ko'tarardi qiz bola. Bu shunchaki tasodifiy bema'ni gap, deb o'zini tinchlantirdi u. Lekin aslida Shahnoza do'konga emas, to'g'ri dorixonaga kirdi. Uning ko'ngli ertalabdan beri bejo aylanayotgandi. Boshi g'uvillar. Og'zida qandaydir g'alati metall ta'mini sezardi. U dorixonadan homiladorlik testini oldi. Uyga qaytib hammomga kirdi. 5 daqiqalik dahshatli kutish. Natija: aniq qizarib turgan 2 chiziq. Shahnoza testga qarab ho'ngrab yig'lab yubordi. 5 yil. Naqadar uzoq 5 yil. U bu ilohiy lahzani qanchalar kutdi. Xudodan har kecha ko'z yoshi bilan farzand tilab yolvordi. Va Xudo unga aynan hozir berdi. Lekin qachon? Eri o'zining onasi bilan iflos xiyonat botqog'iga botgan paytda. Bu murg'ak bola sof muhabbat mevasi emas, balki chirigan xiyonat davrida yaralgan eng begunoh va jabrdiya jon edi. Shahnoza titrayotgan qo'llari bilan qornini siladi. Doniyor bu bolani hamma narsadan ustun qo'yadi deb o'yladi u. Bu vujud. Bu bola mening eng katta va yengilmas qurolim bo'ladi. Agar u homiladorligini aytsa, Doniyorning o'sha kampirga bo'lgan butun ishtiyoqi chilparchin bo'ladi. Doniyor qonidan bo'lgan bolani deb butun borlig'ini berishga tayyor bo'ladi. Malika xonim esa, u endi rasman buvisiga aylanadi. Buvi maqomi uni mashqa rolidan bir tepib axlatga uloqtiradi. Shahnoza ko'z yoshlarini shafqatsizlarcha artdi. Uning qasos rejasida tubdan o'zgarish bo'ldi. Bu tug'ilajak bola uning mutlaq g'alabasi. Ular uchun esa jazo quroli edi. Kechqurun hovlida dabdabali dasturxon tuzaldi. Shahnoza o'zining eng chiroyli, Doniyor yoqtirgan ko'ylagini kiyib oldi. U stol o'rtasiga romantik shamlar qo'ydi. Doniyor ishdan keldi. Uydagi bu bayramona va romantik muhitni ko'rib hayron qoldi va ayni paytda qattiq xavotirga tushdi. U pinhona Malika xonimga qaradi. Malika xonim ham mutlaqo tushunmasdi. Uning yuzida norozilik va g'azab alomatlari aks etgandi. Tinchlikmi Shahnoza? Bayrammi bugun biz bilmagan? So'radi Doniyor qo'lini yuvib kelib. Ha, bugun eng katta bayram, dedi Shahnoza tabassum bilan. O'tiringlar. Ular ovqatlanishni boshlashdi. Havoda ko'rinmas pichoq tortilgandek taranglik bor edi. Malika xonim qizining bu tushunarsiz o'yinlaridan asabiylashardi. Ovqatdan so'ng Shahnoza o'rnidan turdi. Men sizlarga ertalab syurprizim bor degandim. U orqasidan sumkasidan chiroyli kichkina qutichani oldi va stol o'rtasiga qo'ydi. Doniyor qo'llari biroz qaltirab qutini ochdi. Ichida mitti bolalar paypoqchasi va aniq 2 chiziq ko'rsatib turgan homiladorlik testi bor edi. Doniyorning ko'zlari kosasidan chiqqudek katta-katta ochildi. U bir necha soniya tili aylanmay qoldi. Keyin yuziga qon yugurib qizarib ketdi. Quvonch, hayrat va eng asosiysi dahshatli aybdorlik hissi uning ichida bo'rondek aralashib ketdi. Shahnoza, sen rostdanmi bu? Ha dadasi. Biz nihoyat ota-ona bo'lamiz. Doniyor o'rnidan sakrab turib xotinini mahkam quchoqladi. U rostdan ham osmonlarda uchib xursand edi. Ota bo'lishni telbalarcha kutgandi. Bu ilohiy yangilik uning miyasidagi Malika bilan bo'lgan barcha iflos xotiralarni bir zumda axlatga aylantirgandek bo'ldi. Xudoga shukr, yig'ladi u Shahnozani ko'tarib. Malika xonim esa stulda o'tirgancha ustidan qaynoq suv to'kilgandek toshdek qotib qolgandi. Uning rangi murdanikidek oqargan. Lablari beixtiyor qaltirardi. Bu xabar uning uchun o'lim hukmi bilan barobar edi. Qizi homilador. Doniyor endi rasman ota bo'ladi. Demak, Doniyor endi mutlaqo uniki emas. Doniyor endi butun vujudi bilan Shahnozaniki. Malika xonim o'zini shu soniyada ortiqcha, o'ta keraksiz va eng yomoni, rasvosi chiqqan qari kampirdek his qildi. Bu silliq va sokin buvi maqomi uning sharmandali ayollik ehtirosiga qo'yilgan ulkan xoch edi. Oyi, nahotki xursand emasmisiz? So'radi Shahnoza ataylab onasining beozor yuziga tikilib.
U onasining ko'zlaridagi fojiali azobni yutib, ich-ichidan huzur qilardi. Malika xonim zo'rmi zo'raki. Qiyshayib jilmaydi. Bu jilmayish inson qiyofasidagi jinning niqobi edi. Xursandman bolam. Juda xursandman. Nihoyat bu bo'lar ekanman-da. Bu muqaddas so'zlar uning og'zidan ilon zahri kabi tomib chiqdi. O'sha kechasi hovlidagi muhit butunlay izdan chiqdi. Doniyor Shahnozaning atrofida parvona bo'lib aylanardi. Og'ir ko'tarma. Yotib dam olgin. Yana nima yeysan jonim? Malika xonim esa qorong'u yotoqxonasiga qamalib oldi. Soat tungi 1 bo'ldi. Odatda bu vaqtda Doniyor uning xonasiga yashirincha kirardi. Yoki ehtirosli xabar yozardi. Lekin bugun telefon jimjit. Malika xonim bu qamalga chiday olmadi. U Doniyorga yozdi. Tabriklayman ota. Endi meni bir kunda unutdingmi yaramas. Doniyor xabarni o'qidi. U Shahnozaning yonida tek yotardi. Shahnoza uxlab qolgandi yoki ataylab uxlaganlikka solib yotardi. Doniyor ekrandagi so'zlarni o'qib qattiq jirkanish hissini tuydi. Uning toza xotini homilador. Begunoh farzandi dunyoga kelyapti. Bu iflos ayol esa hali ham o'zining chirkin shahvatini o'ylayapti. Doniyor javob yozmadi. U telefonni butunlay o'chirib qo'ydi va Shahnozani ehtiyotkorlik bilan mahkamroq quchoqladi. Tamom. Hammasini shu yerda tugataman. Men endi yaxshi va toza ota bo'laman deb o'ziga qasamyod qildi. Malika xonim javob kelmaganini ko'rib, g'azabdan dod deb telefonini oynaga qarata otib yubordi. U sovuq yotoqda o'tirib, alam ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Bu sevgi emasdi aslida. Bu qandaydir ruhiy kasallik. Yovvoyi xudbinlik edi. U Doniyorni yo'qotishni xohlamasdi. U yoshligini yo'qotishni xohlamasdi. Sen mendan shunchaki qutula olmaysan Doniyor, dedi u oynadagi yirtqich aksiga qarab pichirlab. Bu la'nati bola. Bu bola mening hammasini buzdi. Lekin men hali osonlikcha taslim bo'lmayman. Ertasiga Malika xonim o'zining shaytoniy taktikasini o'zgartirdi. U mehribon va g'amxo'r buvi roliga kirdi. Shahnoza qizim, sen endi o'zingga o'ta ehtiyot bo'lishing kerak. Homiladorlikning dastlabki oylari xavfli bo'ladi. Uy ishlarini menga qo'yib ber. Shahnoza onasining bu so'zlari tagidagi qora ma'noni juda yaxshi tushundi. Men hali ham bu uyda xo'jayinman demoqchi edi onasi. Rahmat oyi. Lekin doktor menga ko'proq harakat qilishni maslahat berdi. Va aytgancha doktor menga asabiylashish, siqilish umuman mumkin emasligini tayinladi. Uyda toza tinchlik bo'lishi kerak. Shahnoza onasining ko'ziga mardona tik qaradi. Men bolamning sog'lom va toza muhitda tug'ilishini xohlayman. Har qanday ifloslik va qabihlikdan uzoq bo'lishini istayman, tushundingizmi? Bu so'zlar ochiqchasiga berilgan urush e'loni va ogohlantirish edi. Malika xonim qizining qandaydir sirni bilib qolganidan aniq shubhalana boshladi. Kechki payt Doniyor ishdan kelganda Malika xonim uni qorong'u yo'lakda ushlab oldi. Gaplashib olishimiz shart, dedi u qattiq shivirlab. Mening sizga gapiradigan umuman gapim yo'q, dedi Doniyor o'ta sovuq va qat'iy ohangda. Oyijon, iltimos. Hammasi butunlay tugadi. Shahnoza mendan homilador. Men katta xato qildim. Og'ir gunohga botdim. Endi buni unutaylik, o'tinaman. Malika xonim Doniyorning yoqasidan changallab ushlab sovuq devorga itardi. Uning ko'zlarida yovvoyi telba uchqun porlardi. Uni deysanmi? Dedi u zaharxanda qilib. Meni iflos o'yinchoq qilib ishlatib bo'lib endi o'sha yosh xotiningni deysanmi, nomard? Men senga hamma narsamni berdim. Siz onasiz axir. O'z qizingizni o'ylang. Qizim, pishqirib kuldi Malika xonim. Qizim senga men yotoqda bergan narsani hech qachon berolmaydi. Sen mendan ketolmaysan Doniyor. Agar mendan yuz o'girsang, men siringni hammasini borib Shahnozaga oqizmay tomizmay aytib beraman. Doniyorning rangi murdaday oqardi. Nimalar deyapsiz? Siz o'z qizingizni o'ldirmoqchimisiz? Bu dahshat xabar uni ado qiladi. Bola tushib qolishi aniq.
Menga umuman farqi yo'q, deb xirilladi Malika xonim jinni bo'lib. Agar sen faqat meniki bo'lmasang, bu dunyoda hech kimniki bo'lmaysan, tushundingmi? Senga roppa-rosa 2 kun muhlat. Yoki kechasi aytgan vaqtimda mening xonamga kirasan. Yoki Shahnoza hamma iflos haqiqatni biladi, o'zingdan ko'r. Doniyor karaxt bo'lib nafas ololmay qoldi. U o'zining tuqqan qaynonasi tomonidan eng tuban shantaj qurboni bo'lgandi. Malika xonim g'olibona nigoh bilan mag'rur qadam tashlab oshxonaga kirib ketdi. Doniyor esa zinapoyada suyanib turib, o'zining naqadar tubsiz jarlikka qulaganini to'liq angladi. Yuqorida, zinapoyaning boshidagi qorong'ulikda esa Shahnoza hamma narsani kuzatib turardi. Ularning suhbatini so'zma-so'z eshitmagan bo'lsa-da, onasining erini devorga itarib pichirlashganini va Doniyorning dahshatdan qotganini ko'rgandi. Shahnoza qornini asrab siladi. Demak, urush rasman boshlandi, oyi, deb o'yladi u zahar bilan. Siz mening erimni va bolamning otasini ochiqchasiga tortib olmoqchisiz, lekin men bunga aslo yo'l qo'ymayman. Men sizni shu qadar sharmanda qilamanki, odamlarning yuziga umrbod qaray olmaydigan o'likdan battar bo'lasiz. Shahnoza sekin xonasiga kirdi va seyfdan Doniyorning to'pponchasini oldi. U ovchi edi va uyda ro'yxatdan o'tgan temir qurol saqlardi. Shahnoza uni sovuq qo'llarida aylantirib ko'rdi. Yo'q, ularni qonga belab o'ldirish o'ta oson va yengil jazo. U ularni tiriklayin kuydirib o'ldirmoqchi edi. Ma'naviy parchalab o'ldirmoqchi edi. U darhol telefonini oldi va onasining xonasiga simsiz yashirin kamera o'rnatish mudhish rejasini tuza boshladi. Ertasi kuni ertalab Shahnoza erini va onasini jilmayib ishga kuzatib qo'ydi. Uyda butunlay yolg'iz qolishi bilan u o'zining dahshatli rejasini ishga tushirdi. U internet orqali xorijdan buyurtma qilgan gugurt cho'pidan ham mitti bo'lgan eng zamonaviy simsiz kameralar yetib kelgandi. Uning qo'llari asabiylikdan biroz titrardi, lekin ko'zlari va maqsadi aniq edi. Birinchi kamerani mehmonxonadagi baland kitob javonining eng yuqori qismiga, eski ensiklopediya kitoblari orasiga yashirdi. Bu yerdan butun zal va zinapoya kaftdek ko'rinib turardi. Lekin eng muhim jang maydoni onasining yotoqxonasi edi. Shahnoza Malika xonimning xonasiga nafasini yutib kirdi. Bu xonada u bolaligida onasining issiq bag'rida uxlardi. Shirin ertaklar eshitardi. Endi esa bu muqaddas xona uning eri bilan onasi hayvondek gunoh qiladigan iflos yotoqqa aylangandi. Shahnoza qattiq jirkanish hissini irodasi bilan yengib, kamerani onasining pardoz stoli tepasidagi konditsioner ustiga ko'rinmas qilib o'rnatdi. Bu aniq rakursdan katta karavot va xonaga kirish eshigi yaqqol yoritilib ko'rinardi. 3-mittigina kamerani esa oshxonadagi devor soati ichiga yashirdi. Hammasini benuqson o'rnatib bo'lgach, Shahnoza o'z telefoniga maxsus dasturni yukladi. Ekranda 3 ta nuqta, 3 ta jonli tasvir paydo bo'ldi. U tugmani bosdi. Tasvir oynadek tiniq. Ovozlar shivirlashgacha eshitilardi. Endi mendan hech qayerga qocha olmaysizlar, ifloslar, deb pichirladi u g'azab bilan tabassum qilib. Har bir olingan nafasingiz, har bir iflos harakatingiz mening kaftimda. Ertalab hamma narsa joyida. Sokin edi. Malika xonim yuzida chuqur mamnuniyat va xotirjamlik bilan viqor to'kib yurardi. U Doniyorni yana o'z changaliga to'liq bo'ysundirdim deb xomtama bo'lardi. Doniyor esa rangi o'chgan tirik murdaga o'xshardi. Shahnoza nonushtaga yasanib tushdi. Oyi, dedi u qora choyni beparvo ho'playotib. Kelasi hafta sizning tug'ilgan kuningiz. 60 yosh. Qutlug' yubiley. Malika xonim biroz hushyor tortib sergaklandi. Ha qizim. Lekin men qarilikni dabdaba bilan nishonlashni mutlaqo yoqtirmayman, bilasan-ku. Shunchaki o'zimiz oilaviy o'tiramiz. Yo'q, dedi Shahnoza qat'iy ohangda. Bu juda katta va muhim sana. Men tunda Doniyor akam bilan maslahatlashdim. Biz qandaydir begona restoranda emas, mana shu o'zimizning go'zal hovlimizda shohona bazm qilamiz. Hamma yaqin qarindoshlarni, Doniyor akamning nufuzli biznes hamkorlarini
Mahalladagi hurmatli qo'shnilarning barchasini chaqiramiz. Siz albatta bunga loyiqsiz mehribon oyijonim. Doniyor Shahnozaga xavotir va qo'rquv aralash qo'rqib qaradi. Shahnoza, oying xohlamayaptilar-ku. Ovora bo'lmaylik. Doniyor aka, siz erkaksiz aralashmang, dedi Shahnoza shirin jilmayib. Lekin nigohida muzdek tahdid bor edi. Oyim yosh ko'rinadilar. Go'zallar. Buni hamma ko'rishi shart. Men maxsus ta'sirli videorolik tayyorlayman. Oyimning qizlik yoshliklaridan to hozirgacha bo'lgan ibratli hayotlari haqida. Baxtli onajonim deb nomlaymiz rolikni. Malika xonimning xudbin g'ururi qitiqlandi. Hamma nufuzli odamlar uning go'zalligiga, yoshligiga qarab havas qilishini o'ylab taltayib rozi bo'ldi. Mayli qizim. Agar shunchalik yurakdan xohlasang o'zing bilasan. Faqat juda ko'p ovoragarchilik bo'lmasin aylanay. Xavotir umuman olmang oyijon. Bu muhtasham kecha umrbod esingizdan chiqmaydigan darajada dahshatli bo'ladi, dedi Shahnoza tabassum bilan. Bir hafta davomida Shahnoza tug'ilgan kunga usta tashkilotchi sifatida tayyorgarlik ko'rdi. U butun hovlini chiroyli bezatdi. Qimmatbaho stollar buyurtma qildi. Eng yaxshi va malakali oshpazlarni yolladi. Shu bilan birga u tunda yozib olingan videoni shafqatsiz sovuqqonlik bilan montaj qildi. U videorolikni juda ustalik va professional darajada tayyorladi. Boshida Malika xonimning qizlik yoshligi, marhum eri bilan baxtli tushgan suratlari, Shahnozaning bolaligi kadrlarini qo'ydi. Fonida juda ta'sirli, yig'latadigan musiqa, o'rtasida Malika xonimning hozirgi kibor go'zal suratlari va oxirida asosiy syurpriz, bonus kadrlar. Shahnoza bu bombani fleshkaga yozib oldi va seyfining eng tubiga yashirdi. Doniyor xotinining bu ortiqcha faolligidan g'alati hayron edi. Lekin u Shahnoza hech narsani bilmaydi. Homiladorlik quvonchi deb o'zini aldar edi. Malika xonim esa o'ta xotirjam edi. U o'zining iflos aqlida o'ylardiki, qizim juda ahmoq va sodda. U onasini baribir hammadan yaxshi ko'radi. Men esa uning erini yotog'imda olib qo'ydim va u ahmoq buni sezmadi ham. Va nihoyat mash'um bazm kuni keldi. Katta hovli to'la hashmatli mehmonlar. Malika xonimning boy dugonalari, katta qarindoshlar, Doniyorning hurmatli hamkorlari. Hamma kelib Malika xonimni tabriklar, unga tilyog'lamalik qilardi. Malikaxon, 60 yoshga kirdingiz deb umuman kim aytadi? Xuddi 40 yoshli ayolga o'xshaysiz, ko'z tegmasin deyishardi ular. Malika xonim qimmatbaho va tor libosda, o'zini malikalardek tutib viqor bilan yurardi. U cho'qqida baxtli edi. U hamma narsaga, boylik, yoshlik va yosh mashqqa erishdim deb kekkayib o'ylardi. Kechki payt hamma taomlanib bo'lgach, Shahnoza markazga chiqib mikrofonni qo'liga oldi. Aziz va muhtaram mehmonlar, dedi u jarangdor va baland ovozda. Hovlidagi hamma jim bo'lib unga qarab qoldi. Bugun dunyodagi eng mehribon onajonimning eng baxtli kunlari. Men ular uchun o'zimning maxsus va unutilmas sovg'amni tayyorladim. Iltimos katta ekranga e'tibor beringlar. Hovli o'rtasiga maxsus o'rnatilgan ulkan proyektor ekrani charaqlab yorishdi. Doniyor ehtiyotkorlik bilan chekkada turardi. Uning yuragi g'alati va tez urib notinch edi. U Shahnozaning ko'zlaridagi yovuz va sovuq uchqunni yaqqol ko'rdi. Nimadir juda noto'g'ri ketyapti, deb o'yladi u muzlab. Video ohista boshlandi. Chiroyli mayin musiqa, eski oq-qora suratlar. Mehmonlar qoyil qolib qarsak chalishdi. Malika xonim o'ziga yengil yosh oldi. Soxta va teatr yoshlari. Mening onam haqiqiy farishta, dedi Shahnoza mikrofonga bosiq ovozda. Ular biz uchun hayotlarida hamma narsani berdilar. Hatto o'zlarining shaxsiy va tungi baxtlarini ham biz bilan beminnat baham ko'rdilar. Video kutilmaganda o'rtasiga kelib qotdi. Musiqa sharti o'zgardi. Biroz vahimali va dahshatli ohang boshlandi. Ekranda qora fonda sana paydo bo'ldi. 24-yanvar 2026-yil. Tungi soat 1:00.
Zalda o'limtik jimlik cho'kdi. Tasvir birdan paydo bo'ldi. Bu Malika xonimning yotoqxonasi edi. Malika xonim ekranga qarab toshdek, haykaldek qotdi. Qo'lidagi qimmatbaho kristal qadah yerga tushib chil-chil sindi. "O'chir! O'chir buni!" deb baqirmoqchi bo'ldi u. Lekin qotib qolgan tomog'idan ovozi umuman chiqmadi. Ekranda Doniyorning qaltirab kirib kelishi va hamma iflos narsalar ochiq-oydin ko'rindi. Malika xonimning ehtirosli so'zlari katta dinamiklardan hovlini tutdi. "Sen meni baribir rad etolmaysan." Nafrat va sevgi o'rtasida bir qadam va ularning ochiqchasiga sharmandali yotoq harakatlari namoyish etildi. Mehmonlar dahshatdan nafas olmay qotib qolishdi. Kimdir qo'llari bilan og'zini yopdi. Kimdir yuzini o'girdi. Doniyorning obro'li biznes hamkorlari unga qattiq jirkanish bilan qarab qolishdi. Yoshi katta qarindoshlar esa yoqalarini ushlab astag'firulloh la hamla deb pichirlashardi. Shahnoza proyektor oldida tik turib, shafqatsiz sovuqqonlik bilan qotib qolgan onasiga va devorga suyanib qolgan eriga qarab jilmaydi. "Tug'ilgan kuningiz bilan mehribon oyi. Bu mening qizlik sovg'am. Endi hammamiz bilyapmiz. Siz nafaqat go'zal ayol, balki yotoqda ham ajoyib qaynonasiz ekan." Ekranda mudhish video tugadi. Lekin uning atom bombasidek ta'siri endi boshlangandi. Hovlida qabristondagidek o'lik sukunat hukm surardi. Faqat proyektorning g'ir-g'ir etgan mexanik ovozi eshitilardi. Bir necha soniyadan so'ng bu dahshatli sukunat portladi. Dastlab ayollar orasida g'azabli shivirlashlar, keyin ochiqchasiga norozilik ovozlari yangradi. Malika xonimning eng yaqin dugonasi Mahbuba opa o'rnidan jahl bilan turdi va baland ovozda tupurdi. "Sharmanda! Haromi kampir! Bu nima ifloslik va buzuqlik? Bizni shu zinoyingni ko'rgani chaqirdingmi la'nati? Tuproq olib kelinglar yuziga. Bularni tiriklayin ko'mib toshbo'ron qilish kerak." Bu nafratli so'zlar hamma uchun signaldek bo'ldi. Mehmonlar o'rinlaridan shartta turib, chiqish darvozasi tomon shosha-pisha yura boshlashdi. Hech kim xayrlashmadi. Hech kim rahmat demadi. Ular xuddi o'lat va vabo tarqalgan joydan hazar qilib qochgandek tez ketishardi. Doniyorning asosiy biznes hamkori Alisher aka sekin uning yoniga keldi. U Doniyorning yuziga tupurishdan o'zini zo'rg'a tiyib turardi. "Doniyor, ertaga ofisimga qadamingni bosma. Biz sheriklikni shu soniyada to'xtatamiz. Men seni inson sifatida umuman tanimayman rasvo", dedi u va nafrat bilan tezda chiqib ketdi. Doniyor yer yorilmadi. Yer tagiga kirmadi. U ulkan hovli o'rtasida hamma hazar qilib tashlab ketgan va la'natlagan holda yolg'iz turardi. Malika xonim. U hali ham o'sha yerda, stulda jonsizdek o'tirardi. Uning soxta qirolicha qiyofasi umrbod chilparchin bo'lgandi. Yuzidagi pardozlari teridan oqib tushgan. Sochlari to'zigan. U atrofga umuman qaray olmasdi. Uning butun hayotiy obro'si, yillar davomida yiqqan obro' va hurmati atigi bir daqiqada kulga aylandi. U ko'zlari oqib Shahnozaga qaradi. Qizining yuzida zarracha ham achinish, shafqat yo'q edi. Sen o'z onangni tiriklayin o'ldirding", deb pichirladi Malika xonim bo'g'ilib. Mehmonlar tezda tarqalgach, katta hovli huvillab qabrga o'xshab qoldi. Dasturxon ustidagi noz-ne'matlar, qimmatbaho 60 yoshlik tort hammasi endi shunchaki iflos axlatga o'xshardi. Malika xonim birdan ko'kragini qattiq changalladi. Uning yuzi tezda ko'karib, nafasi bo'g'ila boshladi. "Yuragim", dedi u xirillab va stuldan polga gurs etib yiqildi. Doniyor endi o'ziga kelib yugurib bordi. "Oyi, Malika xonim." Shahnoza esa joyidan qilt etib qimirlamadi. U proyektor oldida qo'llarini ko'kragida chalishtirib, toshdek sovuq turardi. "Aktrisalikni bas qiling oyi. Bu yerda sizga ishonadigan tomoshabinlar qolmadi", dedi u o'ta sovuq ohangda. "Shahnoza, u rostdan o'lyapti jinni. Tez yordam chaqir", deb vahima bilan baqirdi Doniyor. Shahnoza onasining qiyshaygan yuziga sinchiklab qaradi.
Malika xonimning lablari qop-qora ko'kargan. Peshonasini muzdek sovuq ter bosgandi. Ha, bu safar u rol o'ynamayotgandi. Bu ulkan sharmandalik yuki uning qari yuragiga og'irlik qilgandi. Shahnoza sekin qadam bilan borib telefonini oldi va 103 ga qo'ng'iroq qildi. Manzil falon joy. Yurak xuruji. Ha, tezroq kelinglar, og'ir. Keyin u yotgan Doniyorga qaradi. Unga umuman tegmang. Siz unga yotoqda yetarlicha g'amxo'rlik qildingiz, iflos. Nari turing oldidan. Doniyor xotinining olovli nigohidan qo'rqib orqaga tisarildi. Tez yordam kelib Malika xonimni olib ketdi. Doniyor ham tez yordam orqasidan ketmoqchi bo'ldi. Lekin Shahnoza uni to'xtatdi. Siz qayerga qochyapsiz? Kasalxonaga. Uning ahvoli juda og'ir-ku. Siz u yerga umuman bormaysiz, dedi Shahnoza qat'iy ovozda. Agar hozir shu darvozadan chiqib o'sha iflosning orqasidan ketsangiz, bu uyga umrbod qaytib kela olmaysiz. Tanlang, Doniyor. Yoki kasalxona va sharmanda mashqi, yoki shu yerda qolib o'z xatoingiz uchun erkak kishidek javob berish. Doniyor ikkilanib, karaxt bo'lib qoldi. U Malika xonimga inson sifatida achinardi. Ammo Shahnozaning gapi qonun edi. Uning kelajagi, biznesi, hamma narsasi endi faqat Shahnozaning qo'lida edi. Doniyor boshini egib, dumini qisgan itdek uyga qaytib kirdi. Malika xonim o'lim yoqasida kasalxonaga yolg'iz o'zi ketdi. O'sha tunda uyda chiroq umuman yoqilmadi. Shahnoza mehmonxonadagi divanda o'tirib o'yga toldi. Doniyor esa oshxonada qorong'ulikka tikilib alamidan aroq ichdi. Ular bir og'iz ham gaplashmadi. Shahnoza haqiqiy g'olib edi. Lekin bu qonli g'alaba unga baxt va huzur keltirmadi. Ichida kimsasiz bo'shliq, jarlik bor edi. U o'zining tuqqan onasini yo'qotdi. Suyangan erini yo'qotdi. Ha, ular jismonan tirik. Lekin uning yuragida qabrga kirgandi. Faqat qornidagi mitti jon unga yashashga kuch berib turardi. Men buni faqat bolam uchun qildim, deb takrorlardi u o'z-o'ziga. U bu iflos va nopok muhitda o'smasligi shart. Ertalab Doniyor mehmonxonaga kirdi. Uning ko'zlari shishgan, qimmat ust-boshi g'ijimlangan ahvolda edi. Shahnoza, dedi u past va siniq ovozda. Meni qachondir kechirasanmi? Shahnoza unga yuqoridan pastga qaradi. Bu odam bir paytlar uning hayotidagi ideal shahzodasi edi. Hozir esa shunchaki ojiz, irodasiz, axlatga belangan erkak. Kechirish. Shahnoza shafqatsiz va achchiq kuldi. Seni Xudo kechirsin, Doniyor. Men Xudo emasman. Men nima qilishim kerak o'zi? Ayt. Hamma narsangni bajarishga tayyorman. Birinchidan, bu uydan zudlik bilan chiqib ketasiz. Vaqtincha. Men sizning iflos basharangizni ko'rishga toqatim yo'q, qonim qaynayapti. Qayerga boraman axir? Menga umuman farqi yo'q. Ofisingizda yoting. Xaroba mehmonxonaga boring. Yoki Shahnoza zaharxanda qilib to'xtab qoldi. Yoki anavi zinokor onangiznikiga qishloqqa keting. Hammasini aql bilan o'ylab olishim uchun menga biroz vaqt kerak. Shahnoza, bizni bolamiz bor-ku. O'sha murg'ak bola uchun ham sizni hoziroq politsiyaga berib qamatib yubormayapman, yaramas, deb baqirdi Shahnoza ko'zlari yoshlanib. Siz begona ko'chadagi qiz bilan emas, o'z qaynonangiz bilan, mening onam bilan yotdingiz, hayvon. Bu qonun bo'yicha jinoyat bo'lmasligi mumkindir. Lekin insoniy axloq bo'yicha bu dunyodagi eng jirkanch va kechirilmas ish. Hoziroq ko'zimdan yo'qoling. Doniyor indamay, yuzi shuvut bo'lib sumkasini yig'ishtirdi. U umidsiz bo'lib eshikdan chiqib ketayotganda Shahnoza ortidan qat'iy dedi. Uning kalitini ham shu yerda qoldiring. Doniyor uy kalitini tumba ustiga qo'ydi va boshini egib chiqib ketdi. Eshik yopilishi bilan Shahnoza sovuq polga cho'k tushib, ho'ngrab yig'lab yubordi. Malika